2021-yilda Termizda bo'lib o'tgan yig'ilishda davlatimiz rahbari Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi bilan bog'liq muammoga alohida to'xtalgan edi. Prezidentimiz bu borada To'palang suv ombori ulkan va toza manba ekanini ta'kidlab, uni aholiga yetkazish bo'yicha loyiha tayyorlash vazifasini qo'ygandi. 2023-yil noyabr oyida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida ichimlik suvi loyihasining birinchi bosqichi ishga tushirildi. Shu paytgacha viloyatda ushbu maqsadlarga 356 milliard so'm mablag' sarflanib, hozirgacha 5 ta tuman toza ichimlik suvidan bahramand bo'ldi. Kuni kecha Termiz tumanida loyihaning ikkinchi bosqichi qurilishiga start berildi. Yurtboshimiz ilgari surgan tashabbus doirasida mega loyiha To'palang suv omboridan Termizgacha qariyb 382 kilometr uzunlikdagi magistral suv tarmog'i qurilishi amalga oshirilmoqda. Termiz shahri, Termiz tumani janubiy qismida joylashgan tumanlarimiz uchun ichimlik suv manbasi ozroq muammoli. Oxirgi 8 yillikda xalqaro moliya institutlarining o'zidan 2 milliard 200 million dollar ajratilishi. Termiz shahri uchun ajratilgan 287 million dollarlik mana bu loyihamiz. Bu yil dekabr oyigacha oldimizga topshiriq qo'yilgan. Quruvchi pudratchi tashkilot, viloyat hokimligi, suv ta'minot, hamma sharoit yaratilgan, mablag'lar ajratib berilgan. Bizga faqat ishni bajarib, chiroyli qilib xalqimizga suvni yetkazib berish. Ushbu mega loyiha doirasida suv omboridan to Termiz shahrigacha 382 kilometr uzunlikda metall quvurlar yotqiziladi. Uning 160 kilometri magistral, 222 kilometri esa 12 ta tuman va viloyat markazini suv bilan ta'minlash uzellarigacha bo'lgan ichki quvurlar hisoblanadi. Loyiha doirasida Termiz tumanida 28,5 kilometr uzunlikdagi ichki metall suv quvuri tarmog'i hamda Bandixon tumanida 9,5 kilometr magistral hamda 2,3 kilometr ichki metall suv quvuri tarmog'i barpo etiladi. Mas'ullar ishtirokida Termiz hamda Bandixon tumanlaridagi suv uzatish ichki hamda magistral tarmoqlar obyektlari qurilishiga start berish marosimi vohaliklarga o'zgacha quvonch hadya etdi. 5 ta tumanga yana suv kelyapti. Buning uchun Qumqo'rg'ondan Termizgacha 115 kilometrlik quvur yotqizilib kelyapti. Endi buning eng yaxshi tomoni, men doim ta'kidlab kelaman, elektr energiyasiz suv keladi. Bu bosim juda katta. Agar shu bosim bo'lmaganda qancha elektr energiya bilan suv olib kelinishi mumkin-edi. Hozir bunday qilganda suv o'z oyog'i bilan kelyapti mana. Endi ikkinchi etap muddat aytildi. 1-dekabr kuni Termizga ichimlik suvi keladi. Viloyatimizdagi mana shu rivojlanishlarning hammasiga bizning xalqimiz, butun Surxondaryo xalqi prezidentimizdan cheksiz minnatdor. To'palang suv omborining suvi Sarasiya, Denov, Sho'rchi, Qumqo'rg'on tumanining ba'zi mahallalari bu toza, shirin ichimlik suvdan foydalanyapti. Mana ikkinchi etapi uchun muhtaram prezidentimiz yana biz Surxondaryoliklarning suvini shu yilning oxirigacha Surxondaryoning markazi Termiz shahriga olib borish uchun yana mablag' ajratildi va bunga start berildi. Biz Surxondaryo xalqi, ayniqsa biz bandixonliklar asrlar bo'yi ota-bobomiz orzu qilgan ichimlik suvni bugun Bandixon tumanida qurilish ishlari boshlanib ketdi. Prezidentimizning olib borayotgan ishi ayniqsa bizning Surxondaryo xalqiga e'tibori uchun biz prezidentimizdan minnatdormiz. Ishni jadallik bilan tashkil etish va yil yakuniga qadar aholini To'palang daryosi suvi bilan ta'minlash maqsadida 6 ta qurilish bo'linmalari, 63 ta payvandchi ustalar, 232 ta ishchi ustalar, 30 tonna quvvatga ega bo'lgan 7 ta avtokran, 11 dona disk generator, 22 ta payvandlash uskunasi, 6 ta truba tashuvchi yuk mashinasi kabi uskunalar ajratilgan. To'palang suv omborining, To'palang daryosining suvi mana bizning Termiz shahri, Termiz tumanimizga yetib kelishi albatta bu xalqimizning birinchi navbatda sog'lig'i uchun, ularning sog'lom turmush tarzi uchun juda katta rol o'ynaydi. Nafaqat bizning Termiz tumani yoki Termiz shahri aholisi uchun, butun viloyatimiz aholisi uchun hattoki tushga kirmaydigan bir ertak desam mubolag'a bo'lmaydi. Buning uchun albatta biz hurmatli prezidentimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir daryo suvidan inson hayoti uchun zarur bo'lgan 2 resurs olinayotgani chinakamiga e'tirofga sazovor. Bugun surxondaryoliklarning hayot farovonligini oshirishga qaratilgan yirik loyihaning ikkinchi qadami ham o'z natijasini berib, mushkulini oson qilishda ko'makchi bo'lmoqda.